Hayotda shunday insonlar bor ekanki, ayoli bilan ajrashib ketgandan keyin farzandi uchun aliment pulini to'laydi-ku, ana shu to'laydigan pulini hisoblab yurar ekan. Farzandim katta bo'lsa, menga qancha men to'lagan bo'lsam, shuncha qaytaradi menga deb hisoblab yurar ekan. Shu niyatda yurar ekan. Har kuni bergan pulini hisoblab, qancha berdi, nima qildi, nima qo'ydi, menga qaytarasan deb eslatib turar ekan. Bu nima degani bu? Axir otani vazifasi-ku bu farzandni voyaga yetgungacha uni qorni, usti, barcha kam-ko'stlarini qilib berishlik bu ota-onaning farzi ham qarzi-ku. Nimaga unda uni dunyoga kelishiga sabab bo'lib beryapti? Uni katta qilishda minnat qilyapti. Bu yerda farzandni nima aybi bor? Men hayron bo'laman shunaqa erkaklarga. Lekin men nima demoqchiman endi? Bu endi otani bitta aliment puli ekan endi. Bu hayotda o'zi aslida-chi, ota-onangizga berasizmi, jigaringizgami, o'rtog'ingizgami, farzandingizgami berayotganingizda undan menga katta bo'lib qaytadi deb niyat qilib bersangiz, eng katta adashganingiz va xatoyingiz shu bo'ladi. Birovga bir narsa beryapsizmi? Hech qachon insondan qaytib kutmang. Allohdan kuting va har bitta berayotgan narsangizni Alloh uchun deb bering. Inson uchun deb emas, Alloh uchun beryapman deb bering. Ana o'shandagina o'sha bandani Alloh o'zi to'g'rilab qo'yadi. Sizga 10 barobar qaytib berish uchun shu siz bergan mablag'laringizni Alloh o'zi yo'llarini ochib beradi o'sha insonga. Lekin men ba'zi bir insonlarga hayron qoldimki, hisoblab yurar ekan, menga shuni qaytaradi katta bo'lganda. Deb bu vobshe bir vijdonsizlik emasmi? Xudoni tanimaslik ham bo'lmasdanda. Tim bo'lib mana shu farzandi uchun berayotgan pulini kun kelib qaytarishini kutib yashayotgan odamlarga suf deb qolamiz-da. Bunaqa otalarda bir boridan yo'g'i ham yaxshimidikin deymanda. Berayotgan bo'lsang farzanding uchun beryapsan, uni qarzing borligi uchun beryapsan. Nima sen tug'dirib qo'ysang, xotin boqib olish kerakmi u seni farzandingni? Bu ko'rnamaylik emasmikin, ha? Nima deysizlar?